aytganingizga biz ham qo'shilib, yoz Toshkentcha, yozi Tashuvcha bo'ldi. Alisher tushungan bo'lsam, tushunganingizdan tushunmagan bo'lsam, tushunishim mumkin. Toshkentga tushunmagan bo'lsam, iloyim shu kema dedi, kunduzgi ishlaganlar pul, kecha ishlaganlar o'g'il qiz bo'lsin dedi. Men shunday Toshkentga bir diyordan kelgan bo'lsak, iloyim endi yil shularni shunday bir baxtli kunlarga kerak deb yaxshi niyatlar bildirdi. Endi akaxonlarimizni yana bir davralarga taklif etsak, Baxtiyor, Bahram, Maqsud, Nuriddin akalarimizni to'ydan keyin yana xafa bo'lmaysizlar. Akalarimiz kelguncha mana Nuriddin akamiz kelib o'tiribdi. Endi yaxshi so'zlarni shu akamizdan aytsak. Mana akaxonlarimiz shunday yaxshi niyatlarni bildirdi. Mana endigi yaxshi dil so'zlarini Alisher bilan birga o'qib, hayotni ne bo'lsa ham ortiq tushligini ko'rgan. Men shunday studentlik davrim oltin davrim degandek. Mana student do'stlar kelgan ekan. Endigi yaxshi dil so'zlarini Alisherning kursdosh do'stlaridan mana o'tgan ukamizdan mana shunday yaxshi niyatlar ishlaylikki, mana shu ukamizning orzu tilaklari yaxshidan boshlansin deymiz. Mana kursdoshi bo'lmish yanamisi Nurullo akalarimizdan eslaymiz. Nurullo boshqa so'zlarda kechdi aytadi. Meshajan. Mana shunday orzu niyatlari bilan mana kursdoshim bo'ylariga kelib, shunday qonib, mana shunday yaxshi niyatlar bilan kelgan. Mana shu davralarda shunday davralarni ko'rib, qonib o'tirgan mana Alisherning ukalari bo'lmuş. Endi navbat belgilab o'tirgan Ulug'bek ukalardan yaxshi Ulug'bek endigi davrimizga mana shu xonadonda mana shunday dasturxon ilashsizlarni, mana shu o'g'illarni uylantirib, mana shu qayg'usi ketgan, mana shunday qutlug' to'ylarni qanchasini ko'rgan aziz otaxonimiz davrimizga tashrif buyurdi. Endigi yaxshi dil so'zlarni Munis otaxonimiz mana shunday ko'pimizni ilm fanga o'rgatib, ko'p ilm bergan otaxonimiz keldi. Endi yaxshi dil so'zlarni hammamiz bir mut mana shu tirishlik saqlab, mana shu Alisherning otaxonimizni chaqirdik, Alisherning otasini. Endi yaxshi so'zni mana domlalarimiz, hurmatli ustozimiz mana shunday ta'lim berib, mana shunday insonlarni voyaga yetirib, mana shunday dasturxonlar bezab,
mana o'g'illarni uylatib, bugun qayg'usi ketgan otaxonimizni davramizga tashrif buyurdi. Endigi yaxshi so'zlarni mana shu otaxonimizdan eshitsak deymiz. Aziz mehmonlar, mana shu farzandlarimiz Alisherning, Zulfiyaning to'ylarini muborak etib kelib, o'zlaringizni san'atingizni, qobiliyatingizni ko'rsatib o'tirganlariniz uchun sizlarga oilamiz nomidan minglarcha rahmat. Hammangizning to'ylaringizda xizmat qilmaymiz, hamisha vaqt qo'shib qo'y, sog'lik qo'y. Hammangizga baxt, saodat, shodlik orzu qilaman. Endigi söz navbatini Munis onaxonimiz, onalar bor, bu olam xonadir deya. Qarsaklar bilan mehribon, hammamiz uchun e'zoz bo'lgan onaxonimizni davramizga taklif etsak deymiz. Onaxon, bir tomoningizda o'g'lingiz, bir tomoningizda keliningiz u qizingiz bo'lmish Zulfiya xonlarga, mana shunday dasturxonda o'tirgan aziz mehmonlarga barchasiga o'zingizning orzu tilaklaringizni bildirdingiz deb sizga so'zni o'tinaveramiz onaxon. Assalomu alaykum, sizlarga hurmatlab kelgan qarindosh tug'an o'g'il qizlarim hammangizga. Hammangiz shu kunga yetkazdi. O'g'lim Alisher bilan qizim Zulfiyaga uzoq umr, keng davlatlarga bizlarga xizmati buyurgan. Boshqa asaq dilimizlar qo'g'ay Xudoyim. Derin umid. Sizlar o'g'illarim osmonda quyosh bo'lsa, kelinlarim oy, bag'alari yulduz bo'lib hepsi charaqlab turgan. Onaxon ketmang. Onaxon ketmang. Mana otaxonimiz. Farzand to'yi quvvat qo'shib quvvatga. To'y boshladi qonidan et ot chopirib yo'latga. Oqqiz cho'lib yetga murodiga deb 100 yillik, 1000 yillik umrlarni ko'zida 3 martadan ta'zimla sen bergasin keling salom deya shu otaxonimizga 3 martadan yegilib ta'zim qilib kelin. Yasha. Oxiri uysiz. Qaynanak saldan oshibdi. To'yganda mol dunyosin sashibdi. Kelinim deb keyin qo'chin ochibdi. Xonamizga 5 martadan yegilib ta'zim qilib kelin. Boshingiz hamisha egik bo'lsin, tilingiz yumshoq bo'lsin. Shu ota-onamizni hamisha 95 choylar bilan damlab, butganingiz barak bo'lsin. Alisher ukamizni ko'targani buyak bo'lsin deymiz. Mana shunday orzu niyatlarni bildirgan otaxonlarimizga, onaxonlarimizga umrlari uzoq bo'lsin deya hammangizni, qarindoshi hammasini, do'st sinfdoshlarni yana bir bor davralarimizga taklif qilib, endigi shunday yaxshi kuylarimiz mana shu Munis otaxonimiz, shu otaxonimizning o'stirgan farzandlar bo'lmish Alijon, Alisherjon va uning umr yo'ldoshi bo'lmish shu kundan hisoblangan Zulfiya xonlarga bag'ishlab hammani davraga taklif qilib, yana navbatda to'ylar muborak, yollar muborak deya to'ylar muborak.